Ro'zadorga beradigan yana ulug' ne'matlardan biri Ramazon ro'zasini tutgan odamni duolar rad qilinmas ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salasatun la turaddu da'watuhum dedilar. 3 toifa kishi bor, ularni qilgan duosi rad qilinmaydi, albatta ijobat qilinadi. Ana o'shalarni bittasi as-soimu hina yuftiru dedilar. Ro'zador iftor paytida qilgan duosi dedilar. Iftor paytida oz qolganda mana shu narsaga juda ko'pchilik e'tibor bermaydi-da. Rosa ibodat, duolar ijobat bo'ladigan, zikr, duolar qabul bo'ladigan paytda vaqt o'tkazamiz deb ko'chaga chiqib olib, gaplashib o'tirishadi. Keyin azon aytganda mana azon aytdi deb keyin uylariga tarqab kirib ketishadi. Bu juda katta xato. Aynan o'sha ibodatning mag'zi o'sha kun botishligiga oz qolgan paytda o'sha azonga, shom namoziga azon aytiladigan onlar ro'zador uchun duolari rad qilinmaydi degani yo Rob deb shar'iy ma'noda bir narsani so'rasa yo'q demas ekan Alloh taolo. Albatta beradi deyapti-da. Unaqa qilmasdan dasturxonni solib to azon aytilgunga qadar yemasdan, ichmasdan o'zini tiyib turishligi Alloh taologa nihoyatda yoqar ekanda. Bandam men uchun mana yemasdan, ichmasdan sabr qilib turibdi. To o'sha vaqti bo'lganda ana darhol og'izni ochishligi bilan Alloh subhanahu va taolo bandalaridan xursand bo'lar ekan mana shu amalni ko'rib. Shuning uchun ro'zador odam iftor paytida duolarni ko'paytirishlikka harakat qilishlik kerak bo'lar ekan.